Avvallari sud jarayonida guvohlarning ko'rsatmalari yetarli bo'lgan. Hozir esa asosan detallarga e'tibor qaratiladi. To'g'ri, hozir ham guvohlarning ko'rsatmalari olinadi, lekin ular avvalgidek tosh bosmaydi, ya'ni u qadar ishonilmaydi. Chunki zamonaviy psixologiya bizga shuni ko'rsatdiki, ba'zan inson yolg'on gapirayotganini o'zi bilmasligi ham mumkin ekan. Lekin qanday qilib? Qiziq savol-a? Bugungi videoda aynan bu savolga ham javob topasiz. Asosiy mavzuga keladigan bo'lsak, nima qilaman intriga qilib? Obloshkada ko'rsatib qo'yilgan-u, salohga ham yozib qo'yilgan. Ha, bugungi mavzuyimiz Mandela effekti. Va bu videoda siz nega millionlab odamlar mavjud bo'lmagan narsalarni eslay boshladi? Bizni xotiramiz qanchalik ishonchli? Biz simulyatsiyada yashayapmizmi yoki bu multiolam jumbog'imi? Inson miyasida qasddan soxta xotira paydo qilish mumkinmi? Va asosiysi, Mandela effekti aslida nima kabi savollarga javob topasiz. Xo'p, Mandela effekti. Bu kichkina tuyulsa-da, aslida juda ham keng bo'lgan mavzu. Uning ichiga multiolam, simulyatsiya, ya'ni matrica nazariyalari, yana bir qator ko'plab konspirologik nazariyalar kiradi. Va'da beramanki, bu videoda yuqoridagi nazariyalarga qisqaroq to'xtalib, asosiy mavzudan chetlashmaslikka harakat qilaman. Imkon qadar soddaroq, siz tushunadigan qilib, barcha savollaringizga javob berib o'tishga harakat qilaman. Va keling, mavzuga kirishdan avval o'sha muammoni o'zi bilan, ya'ni Mandela effekti nimaligi bilan tanishib olamiz. Negadir so'nggi yillarda dunyoning turli burchaklaridagi odamlar ayrim voqealar, logotiplar, filmlar va hatto tarixiy hodisalarni boshqacha eslayotganini da'vo qila boshlashdi. Eng qo'rqinchli tomoni esa ular o'sha boshqacha xotirani deyarli bir xil tasvirlashmoqda. Masalan, ko'pchilik Monopoly o'yinidagi boy qariya ko'ziga monokl taqqan deb eslaydi. Aslida esa unda hech qachon monokl bo'lmagan. Yoki Pikachu dumining uchida qora rang bo'lganiga ishonadigan millionlab odamlar bor. Ammo rasmiy multfilm va barcha original suratlarda dum mutlaqo sariq. Ya'ni kimlardir Looney Tunes mana shunday yoziladi deb eslaydi. Aslida esa u doim mana bunday yozilgan. Yoki Kavkaz asirasini olaylik. Tomoshabinlardan filmdagi jinnixona sahnasi haqida so'rasangiz, ko'pchilik Sho'rik oq xalatda bo'lgan deydi. Lekin buni qarangki, Sho'rik filmning bu sahnasida qora xalatda bo'lgan. Ishonmasangiz videoni shu yerda to'xtatib, Sho'rikka bitta qarab ko'ring. Men ham birinchi marta bu haqida eshitganimda, nima, qoramidi deb shokka tushgan edim. Balki siz ham bolaligingizda ko'rgan biror narsa bugun mutlaqo boshqacha ekanini sezgandirsiz. Masalan, aytaylik, televizorda siz yoqtirgan biror bir eski film ketmoqda. Undagi har bir jumlalarni yoddan bilasiz, lekin qaysidir sahnada siz kutgan gap gapirilmaydi. Bo'lganmi shunaqasi? 1980-yilda chiqqan Yulduzlar jangi 5-qismi oxirgi sahnalardan birida Darth Vader Skywalkerga qarab, "Luke, men seni otangman" deydi. Bu filmning mashhur sahnalaridan biri bo'lib, aynan unga atalgan memlar ham, merchlar ham talaygina. Luke, I am your father. Luke, I am your father. Luke, I am your father. Hey, what do you want? This is CNN or Luke, I'm your father? Lekin muammo shundaki, Darth Vader bu sahnada "Luke, men seni otangman" emas, "Yo'q, men seni otangman" degan. Ya'ni Luke ismi umuman tilga olinmagan. He told me you killed him. No, I am your father. Uni sen o'ldirgan ekansan. Yo'q. Men seni otangman. Xo'sh, nimaga unda hamma bu iborani Luke, men seni otangman deb eslaydi va yana millionlab merchlar mana shu ibora bilan bosib chiqarilgan? Aynan mana shu Mandela effekti deb hisoblanadi. Ya'ni biz aslida mavjud bo'lmagan narsani bor deb eslashimiz. Shunday bo'lishi mumkinmi? Bir-ikki odam adashishi tabiiy, lekin millionlab odamlar qanday qilib bir xil xatoni bir xil tarzda eslaydi? Shu savol ortidan internetda yuzlab, minglab nazariyalar paydo bo'ldi. Kimdir bunga parallel olamlar to'qnashuvi sabab bo'layotganini aytadi. Go'yoki biz sezmagan holda boshqa reallikka o'tib qolganmiz. Boshqalar vaqt bo'ylab sayohat qilgan kimdir o'tmishni o'zgartirgani uchun tarixining ayrim bo'laklari almashib ketganini da'vo qiladi. Yana kimlardir yashirin hukumatlar tarixni asta-sekin qayta yozayotganini, internet esa eski dalillarni yo'q qilib borayotganini ta'kidlaydi. Hattoki ayrimlar bu mavzuda yanada chuqurlashib, butun olam ulkan kompyuter simulyatsiyasi ekanini, biz esa tizimdagi kichik bug yoki yangilanish oqibatini ko'rayotganimizni ta'kidlashadi. Ya'ni matrica nazariyasi.
Bularning barchasi fantastik film sujetiga o'xshaydi. Qo'rqinchlisi bunday yolg'on xotira deyarli hammada bir marta bo'lsa ham sodir bo'lgan. Haqiqiy muammo esa bu nazariyalarga chin dildan ishonadigan odamlar soni tobora ortib borayotgani. Shaxsiy Instagramga bu mavzudagi videolarni yuborib, izoh so'rayotganlar soni kundan kunga ko'payib borayotganidan buni taxmin qilish qiyin emas. Va mana shu parallel olamga bog'lab tayyorlangan ko'plab videolarni ko'rdim. Bilasizmi nima? Agarda bordi-yu ular rostdan ham haq bo'lsa-chi? Ya'ni bizni xotiramiz o'zgarmayotgan, aksincha reallikni o'zi o'zgarib qolayotgan bo'lsa-chi? Yoki buni ortida oddiy, lekin bundan ham dahshatli haqiqat yotgan bo'lsa-chi? Balki miyamiz biz o'ylaganimizdan ham ko'ra ishonchsizroqdir. Keling bu savollarga javob topishdan avval Mandela effekti qanday paydo bo'lgani, aniqrog'i biz bu hodisa borligini qachon, qanday payqaganimiz haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Mandela effekti Nelson Mandela nomidan kelib chiqqan. Nelson Mandela 1918-yil 18-iyulda Janubiy Afrikada tug'ilgan. U keyinchalik irqiy tizimga qarshi kurashning ramziga aylandi. Uning harakatlari hukumatga yoqmagani bois 1962-yilda hibsga olinadi. 1964-yilda esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. Keyingi 27 yil davomida Mandela asosan Robben orolida saqlanadi. U dunyodagi eng mashhur siyosiy mahbuslardan biriga aylanadi. 1990-yilda esa xalqaro bosim ostida ozod qilinadi. 1993-yilga kelib Nobel tinchlik mukofotini oladi. 1994-yilda Janubiy Afrikaning tarixidagi ilk qora tanli prezident bo'ladi va toki 1999-yilgacha prezidentlik qiladi. 2013-yil 5-dekabr kuni esa 95 yoshida vafot etadi. Bu tarixiy faktlarning barchasi hujjatlar, videolar, gazeta arxivlari va davlat yozuvlari bilan tasdiqlangan. Ammo 2010-yilda g'alati hodisa sodir bo'ldi. Minglab odamlar negadir Nelson Mandela aslida 1980-yilda qamoqda vafot etganini eslashlarini ayta boshlashdi. Eng ajablanarlisi, ular shunchaki eslashmadi. Televizordagi dafn marosimi, bevasining nutqi, gazetadagi sarlavhalar va maktabda bu mavzuni muhokama qilib, uni xotirasiga hattoki sukut saqlashganini ham eslashayotganini aytishdi. Lekin tarixda bunday voqea hech qachon sodir bo'lmagan. Nelson Mandela 1990-yilda ozod qilingan, prezident bo'lgan va yana 27 yildan ortiq yashagan. Ko'pchilik aslida sodir bo'lmagan voqeani bir xil noto'g'ri tarzda eslayotgani bu shunchaki unutuvchanlik emas. Yana ham murakkabroq, tushunarsiz, ya'ni izohlash qiyin bo'lgan jarayon edi. 2009-yilda amerikalik paranormal tadqiqotchi va yozuvchi Fiona Brum konferensiyada qatnashayotgan paytda boshqa ishtirokchilar bilan atayin Nelson Mandela haqida suhbatlashishni boshlaydi. Suhbat davomida u Mandela 1980-yillarda qamoqda vafot etganiga qat'iy ishonganini aytadi. Hayratlanarlisi shundaki, boshqa ishtirokchilar ham aynan shunday xotiraga ega ekanliklarini bildirishadi. Brum bu hodisani tasodif deb hisoblamaydi va keyinchalik maxsus veb-sayt ochib, odamlarni shunga o'xshash, ya'ni siz eslaydigan lekin aslida mavjud bo'lmagan voqea hikoyalarni yozishga chaqiradi va dunyo bo'ylab minglab, millionlab mana shunga o'xshash hikoyalar kelib tushadi va Brum bu hodisaga Mandela effekti nomini beradi. Shu yerda diqqat qiling. Mandela effekti bu ilmiy tashxis emas, hech qanaqa psixologik kasallik yoki sindrom ham emas. Bu internet madaniyatida paydo bo'lgan jumla bo'lib, keyinchalik psixologlar, nevrologlar tomonidan kollektiv soxta xotira fenomenini muhokama qilish uchun qo'llaniladigan jumlaga aylangan xolos. Ha, psixologiyada mana shunday hodisa bor va u kollektiv soxta xotira deb nomlanadi. Demak, muammo bilan tanishib chiqdik. Xo'p, endi bizda yolg'on, soxta, lekin hammada bir xil bo'lgan xotiralar bor. Xo'p, lekin bu qanday sodir bo'ladi degan katta savolga javob topish qoldi xolos. Odamlar orasida bu hodisaga turlicha yondashuv bor. Keling endi bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi nazariya, parallel olamlar. Bu Mandela effekti haqidagi eng mashhur nazariyalardan biri. Xo'sh, u nimani da'vo qiladi? Unga ko'ra biz yashayotgan koinot yagona emas, balki cheksiz yoki juda ko'p koinotlardan faqat bittasidir. Har bir qaror, har bir hodisa, har bir ehtimol boshqa bir olamda boshqa natija bilan davom etadi. Masalan, men qayerdadir Urgumchak odamman.
Bizning olamda Nelson Mandela 2013-yilda vafot etgan. Boshqa olamda Mandela 1980-yillarda qamoqda vafot etgan bo'lishi mumkin. Bizning olamda Pikachuning dumida qora chiziq yo'q. Boshqa olamda u qora chiziqli. Bu nazariyaga ishonuvchilar fikricha, ayrim insonlarning xotirasi boshqa parallel olamdagi hayotidan qolgan iz bo'lishi mumkin. Ya'ni siz xato eslamayapsiz. Siz shunchaki boshqa real hayotdagi voqeani eslayapsiz, xolos. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, qasoskorlar finalni eslang. Unda kelajakdan kelgan Nebulaning xotirasi o'tmishdagi versiyasi bilan aralashib ketadi. Fayldagi ma'lumotlar nostandart. Bu ham xotira fayli, ammo uniki emas. Xuddi o'sha qurilmada parallel ong. Ikkinchi Nebula. Agarda menda ham parallel olamdan kelgan shunaqa xotira bo'lganida, katta ehtimol bilan men oliy ma'lumotli matematik bo'lganimni eslagan bo'lardim. Yoki biror bir aniq fanlar bo'yicha professor, doktor. Sizda esa bunday kelajak qurish uchun imkoniyat yetarlicha. Chunki siz yashab turgan olamda ham aniq va ijtimoiy fanlar universiteti bor. Yana reklamami deyishga shoshilmang. Birinchidan, reklama Wikipedia kanalining faoliyati davomiy bo'lishini ta'minlab beradi. Ikkinchidan, hozir kim ko'p, qaysi universitetga hujjat topshirishni bilmayotgan ko'p. Bu reklama esa ularga shunchaki foydali maslahat xolos. Matematika bo'yicha istalgan oliygoh bilan raqobatlasha oladigan Xitoy, Filippin, Turkiya hamda Markaziy Osiyo talabalari kelib tahsil oladigan bu dargohda Turkiya hamda Xitoydan kelgan professorlar ham dars berishadi. Undan tashqari bu yerda O'zbekistonda yagona bo'lgan tizim bor bo'lib, unga ko'ra talaba 1 yil ta'limni shu yerda, qolgan 3 yilni esa Xitoyda top darajadagi 2 ta universitetda davom ettira oladi va yakunda talaba naqd 3 ta diplomni qo'lga kiritadi. IELTS, SAT va Xitoy tilidan sertifikati borlarga 100% gacha grantlar ham beriladi. Siz shoshiling, chunki qabul uchun joylar cheklangan. Biz esa mavzuda davom etamiz. Mandela effektini parallel olamga bog'lash. Nima bu, fantastikami? Umuman olganda fizikada ham bunday g'oyalar mavjud. Masalan, 1957-yilda fizik Hugh Everettning fikriga ko'ra, kvant mexanikasida zarrachalar kuzatilmaguncha turli ehtimoliy holatlarda bo'lishi mumkin. Sal tushunish qiyin, to'g'rimi? Keling soddalashtiraman. Borliqda ehtimoliy bitta natija tanlanmaydi, balki barcha ehtimoliy natijalar turli borliqlarda, ya'ni turli olamlarda davom etadi. Misol uchun, oldingizdan ikkita yo'l chiqdi. Siz birini tanlaysiz. Everettning fikriga ko'ra, siz aslida ikkinchisini ham tanlagan bo'lasiz. Ya'ni shu yerda parallel olam shakllanadi. Yo'q, tasavvur qiling, siz umringiz mana shu nuqtasigacha tanlagan barcha yo'llaringiz, qarorlaringiz, mana shu imtihonlaringiz hamma variantlarni tanlagan bo'lsangiz, siz nechta parallel olamingiz bor? Sizda nechta? Ikkitami? Eshitilishi qiziq-ku, lekin bu nazariyani oqsoq tomoni shundaki, asosiy ongingiz qaysi yo'ldan boradi. Ya'ni siz ikkita yo'ldan birini tanlaysiz, ikkinchisi esa parallelga aylanadi. Asosiy ong qaysi olamni asosiy deb belgilab oladi. Ya'ni sizni ongingiz. Siz qaysi yo'lni asosiy deb olasiz-u, qaysi yo'l parallelga aylanadi. Va nimaga biz hech qachon agarda boshqa yo'lni tanlaganimizda nima bo'lishini bila olmaymiz? Mana shu savollar uchun ham ilm-fanda Mandela effekti parallel olamdan kelgan xotira ekanligini isbotlovchi biror bir dalil hozircha yo'q. Muammo shundaki, agarda xotiramiz rostdan ham boshqa olamdan kelgan bo'lsa, nimaga o'zgarishlar asosan multfilm, logotiplar, kino jumlalari atrofida? Nimaga fizika qonunlari, tarixiy hujjatlar, astronomik ma'lumotlar o'zgarmagan? Bu savollar bizni javobni boshqa nazariyadan izlashga undaydi. Simulyatsiya nazariyasi, ya'ni matritsa. Bo'ldi-da endi. Bu nazariyaga ko'ra biz haqiqiy biologik dunyoda emas, juda rivojlangan kompyuter simulyatsiyasi ichida yashayotgan bo'lishimiz mumkin. Xuddi The Matrix filmidagidek. Faqat farqi bizni robotlar emas, balki kelajakdagi juda rivojlangan sivilizatsiya yaratgan bo'lishi mumkin. Mabodo Matrix filmini ko'rmagan bo'lsangiz, mana sizga ajoyib bahona. Xullas, bu nazariyaga ishonadiganlar fikriga ko'ra, Mandela effekti, ya'ni bizni miyamizdagi aslida mavjud bo'lmagan xotiralar sistemadagi xato. Ya'ni tizim versiyasi yangilangan, lekin ayrim odamlar miyasida eski versiyadan xotiralar qolib ketgan. Xuddi kompyuter o'yini yangilanganda ayrim fayllar eski holatda qolib ketgandek. Masalan, oldingi versiyada Luke, men seni otangman. Yangilanishdan keyin yo'q, men seni otangman. To'g'risi, bu nazariya men uchun juda ham qo'rqinchli. Chunki bundan 40 yil avval hozirgi video o'yinlarini tasavvur qilish juda ham qiyin edi. Va 1000 yildan keyin sivilizatsiya butun ongli mavjudotlarni simulyatsiya qilmasligiga
kim kafolat beradi? Aslida bu g'oya avvallari absurd hisoblanib, faqat kichik doiralardagina muhokama qilingan bo'lsa, Matrica filmidan keyin bu ehtimoliy nazariya dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Simulyatsiya nazariyasi aslida juda chuqur mavzu, lekin doim Mandela effekti yoki deja-vu holatlari haqida gap ketganda, konspirologiyada aynan shu nazariya olg'a suriladi. Tizim doim yangilanib turadi, lekin har qanday yangilanish oqibatlarsiz bo'lmaydi. Masalan, biror yerga borganingizda avval ham o'sha yerga borgandek yoki biror voqea sodir bo'lganda siz uni avval ham ko'rgandek his qilishingiz, aniqrog'i deja-vu shu yangilanishdan avval eski versiyadan qolib ketgan xotiradir. Mandela effekti esa mana shu voqea sodir bo'lmay turib ham siz uni eslashni boshlaganingizdir. Bu aynan matrica nazariyasiga ishonadiganlar argumentidir. Agarda bordi ular rostdan ham haq bo'lib chiqsa, ya'ni biz yashab turgan olam ulkan simulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, bizni fizik qonunlarimiz mana shu dasturni kodlari bo'ladimi? Bilasizmi, inson ambitsiyalari juda kuchli. Yurishdan zerikib mashina ixtiro qildik, undan qoniqmay samolyot yasadik. Endi esa yorug'lik tezligi bizni qiziqtiryapti. Sun'iy ong va fikrlay oladigan robotlar yasadik. Endi esa savol, shu ketishda inson organik tirik jon yaratishga harakat qilmasligiga yoki hech bo'lmaganda mana shu fikr bilan izlanish olib bormasligiga kim kafolat beradi? Negativ yozishga shoshilmang. Insoniyat mana shunday, u hech qachon to'ymaydi. Va bilasizmi nima? Tirik organik jon yaratishga harakat allaqachon boshlangan. Laboratoriyalarda organik go'sht yetishtirilyapti. Yana ayrim tajribalarda sun'iy organizm ustida ishlanyapti. DNK kodlari yozish esa allaqachon boshlanib bo'lgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, insonga qo'yib bersangiz, yana bir inson yaratishga harakat qiladi. Bunga ishonadiganlar esa kelajakda juda ham rivojlangan sivilizatsiya yangi bir simulyatsiyani, ya'ni matritsani ham yaratishiga ishonishadi. Ana endi tasavvur qiling. Xo'p, biz yashayotgan olam simulyatsiyadir, matritsadir. Aytaylik, qachondir rivojlanib biz ham yana bir matritsa yaratarmiz. Lekin bizni matritsamiz, ya'ni bizni simulyatsiyamizni yaratgan qaysidir rivojlangan sivilizatsiya aslida ular ham o'zidan yuqori sivilizatsiya tomonidan yaratilmaganiga qandaydir kafolat bormi? Ya'ni tasavvur qilyapsizmi? Bu nazariya shundayki, xuddi ichidan o'yinchoq chiqadigan katta, ichida kichkina o'yinchoq chiqadigan to'plamga o'xshaydi. Shu kabi savollar yangraganda matrica nazariyasi bosh berk ko'chaga kirib qoladi. Ya'ni bu degani biz Mandela effektiga javobni boshqa yerdan izlashimiz kerak. Shvetsariyadan. Sababi bu yerda, aniqrog'i Shvetsariyaning Jeneva shahrida katta hadron kollayderi bor. Bu insoniyat qurgan eng katta va eng kuchli zarracha urushtiruvchi qurilmadir. Yer ostida taxminan 100 metr chuqurlikda 27 kilometr uzunlikdagi halqa shaklidagi tonnel va u yerda atom ichidagi protonlar deyarli yorug'lik tezligigacha tezlashtirilib, so'ngra to'qnashtiriladi. Xo'sh, buni Mandela effektiga nima daxli bor? Gap shundaki, CERN Ikkinchi jahon urushidan keyin tashkil qilingan bo'lsa-da, katta hadron kollayder 2008-yildan keyin ishga tushirilgan. Mandela effekti bo'lsa 2010-yilda ommalashib ketdi. Nimadir sezgandek bo'lmayapsizmi? Shunday shubha qilgan odamlar CERN o'tkazgan tajribalar Mandela effekti paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin deb iddao qila boshlashdi. Ularning aytishicha, CERN protonlarni to'qnashtirish orqali fazo va vaqt strukturasiga ta'sir qilgan, parallel olamlar chegarasini buzgan, ya'ni reallikning silishishi. Buning oqibatida dunyo bo'ylab minglab odamlar boshqa olamga oid xotiralarni eslay boshlashgan. Yo'q, odamlar rostdan ham shunga ishonadimi? Instagramda Mandela effekt haqida ko'rgan 10 ta reelsimdan 8 tasi mana shu hadron kollayderini ayblaydi. Keling, aslida bu yerda nima qilinishini sizga soddaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Telefoningiz korpusi ichida nimalar borligini bilish uchun nima qilish kerak? Albatta uni ochish kerak. Ochsangiz ko'rasiz, ichida sim, plata, kamera, batareykadan tashkil topganini. Batareyka nimadan tashkil topgan? Buni bilish uchun uni ochish kerak. Fizikada ham mana shunday. Avvaliga biz butun borliq dunyo atomlardan tashkil topgan deb bilardik. Keyinchalik ilm-fan rivojlanib, biz atomlarning ichini ochib qaradik. Qarasak, u yerda proton, elektron, neytronlar bor. Va biz bu sohada ham yanada chuqurlashib, protonlarni ochib qaradik. U yerdan esa kvarklar chiqib keldi va bilamizki, bu ham aslida nihoya emas. Savol esa bitta, o'sha. Eng avvalidagi qurilish materiali nima? Ya'ni butun dunyo nimadan tashkil topgan? Aynan hadron kollayderi mana shu savolga javob topish uchun qurilgan.
Yer ostidagi 27 kilometrlik halqa ichida protonlar yorug'lik tezligida aylantiriladi va to'qnashtiriladi. Natijada ular parchalanib ketadi. Olimlar esa shu parchalanishda paydo bo'lgan zarralarni mikrosoniyalar ichida o'rganishadi. Menimcha eng sodda tushuntirish shu bo'ldi. Bu uchun ham sizdan bitta like. Bu laboratoriyaning kashfiyotlari talaygina. Hozir ular haqida birma-bir gapirib sizni vaqtingizni ham olmoqchi emasman. Chunki asosiy mavzudan ham chetlashib ketib qolamiz. Balki qachondir CERN haqida to'laqonli ko'rsatuv ham tayyorlarmiz. Ha, qiziq ma'lumot. 1989-yilda Tim Berners-Lee ismli odam CERNdagi olimlar o'zaro ma'lumot almashishi uchun alohida tizim yaratgan. Va o'sha tizimdan ayni vaqtda siz ham foydalanyapsiz. Ya'ni internetdan. Ha, internet CERNda ixtiro qilingan. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, CERN ish olib boradigan loyihalar aslida juda ham katta. Antimateriya, ko'rinmas zarralar, qora tuynuk, kvant fizikasi, boshqa o'lchamlar. Bu so'zlarni o'ziyoq oddiy odamlarga fantastikadek tuyuladi. Fantastika esa bu alohida izoh talab qiladigan tushunarsiz jarayondek tuyuladi. Va biz tushunmaydigan vaziyatda konspirologiya dunyoga keladi. Shunday konspirologiyalardan biri, agarda protonlar to'qnashsa, yerda qora tuynuk paydo bo'lib, sayyoramiz o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi, o'z o'qidan chiqib ketib qoladi yer. Bunaqa vahima gaplarni ham eshitgansiz, to'g'rimi? Ne odamlar shu vahima ko'tarilganda qiyomat bo'ladi deb tarki dunyo qilishgan edi. Ilmsizlik nimalarga olib kelmaydi. Xullas, Mandela effektiga qaytadigan bo'lsak, Katta hadron kolleyderning bunga umuman aloqasi yo'q. Bunga isbot kolleyder ishga tushishidan, ya'ni 2008-yildan avval ham Mandela effekti kuzatilgan. Yulduzlar jangi filmidagi "Yo'q, men seni otangman" iborasi 1980-yildagi gazetalarning birida ham "Lyuk, men seni otangman" deb talqin qilingan. Ya'ni noto'g'ri xotira o'sha davrlarda ham bor edi. Mandela effekti shunchaki internet orqali 2010-yillarga kelibgina mashhur bo'ldi xolos. Xo'p, ana endi ayrim mashhur holatlarga, ya'ni Mandela effektiga javob bersak ham bo'ladi. Diqqat bilan eshiting. Inson miyasi shu qadar murakkabki, hozirgi kunda ham u to'liq o'rganilmagan. Avvaliga biz inson xotirasi miyaning bir qismida joylashgan deb bilardik. Keyin esa tajribalar shuni ko'rsatdiki, miya xotiralarini turli burchaklarda saqlaydi. Bunga misol qilib 1953-yilda Henry ismli bemorda o'tkazilgan tajribani aytish mumkin. U yoshligidan kuchli epilepsiya xurujlaridan aziyat chekkan edi. 27 yoshda uning miyasi operatsiya qilinib, chakka qismining ichki ayrim bo'laklari olib tashlangan. Operatsiyadan so'ng Henry epilepsiyadan qutulgan, ammo xotirasida nuqsonlar paydo bo'la boshlagan edi. U har kuni ko'radigan shifokorlari bilan har safar xuddi birinchi marta ko'rishayotgandek qayta tanishgan. Ya'ni u yaqin orada sodir bo'lgan voqealikni xotirasiga muhrlash qobiliyatini yo'qotgan edi. Ammo ajablanarlisi, u operatsiyadan avvalgi barcha hodisalarni aniq eslay olgan. Yana bir holat 1938-yilda tug'ilgan Cliff ismli bemor bilan sodir bo'lgan. U professional musiqachi, dirijor va musiqa mutaxassisi edi. 1985-yilda u herpes simplex virusi sababli yuzaga kelgan og'riq ensefalit kasalligiga uchraydi. Virus uning miyasiga, ayniqsa xotira shakllanishida muhim bo'lgan hippokamp sohasiga katta zarar yetkazadi. Kasallikdan keyin Cliff dunyodagi eng og'ir amneziya holatlaridan biriga duch keldi. Uning qisqa muddatli xotirasi ba'zan atigi bir necha soniya davom etardi. U ham yangi voqealarni uzoq muddatli xotiraga aylantira olmasdi. Shu sababli u har safar o'zini go'yoki endigina hushiga kelgandek his qilardi. Cliff kundalik daftar tutgan. Uning daftardagi yozuvlar inson xotirasining qanday ishlashini ko'rsatadigan eng ta'sirli dalillardan biriga aylangan. U qayta "Men hozir uyg'ondim, endi haqiqatdan o'zimga keldim" deb yozgan. Biroz vaqt o'tgach esa oldingi yozuvlarni ko'rib, ustidan chiziq chizib tashlagan. Chunki uning miyasi uchun aynan hozirgi lahza mavjud edi xolos. Biroz avvalgi daqiqalar ham u uchun unutib bo'lar edi. Biroq bu hodisani hayratlanarli tomoni shunday ediki, Cliff barcha voqeani ham butkul unutmagan edi. U rafiqasi Deborani yaxshi eslay olgan. Garchi ular bir necha daqiqa oldin ko'rishgan bo'lsa ham, u rafiqasini ko'rganda har safar xuddiki 100 yillab ko'rishmagan insonlardek qayta kuchli hayajon bilan qarshi olgan. And what does love mean? Zero in tennis and everything in life. Good answer. Good answer. That's what it's about, love and everything.
Tasavvur qilyapsizmi? Uning miyasidagi xotiralar unut bo'lishi, lekin rafiqasini eslab qolish instinkti doim ishlayotgani miyamizda xotira va hissiyotlar turli tizimlar orqali boshqarilishini isboti edi. Yana bir qiziq jihati, u oddiy kundalik voqealarni eslay olmasa-da, pianino oldiga o'tirsa murakkab asarlarni ijro qila olardi va xor boshqarish qobiliyatini saqlab qolgan edi. U musiqa chalib bo'lgach, bir necha daqiqa o'tgandan keyin hozirgina mana shu asarni ijro qilganini unutib qo'yardi. Aytmoqchimanki, inson xotirasi bitta tizim emas. Bu juda ham murakkab jarayon. Mandela effektida esa mana shu murakkab jarayonlardan yana bittasi sodir bo'ladi. To'ldiruvchi tasavvur xotirasi. Buni tushuntirish uchun 1959-yilda amerikalik psixolog James Diss bir tajriba ishlab chiqqan. Keyinchalik Kathleen McDermott bu tajribani ko'plab insonlarda sinab ko'rgan. Unga ko'ra ishtirokchilarga ketma-ket 15 ta jumlalar aytiladi. Masalan, kravat, yostiq, dam olish, charchoq, uyg'onish, tush, ko'rpa, tun, xurrak, mudrash, to'shak, ko'z yumish, jimjitlik, yotish, hordiq. Ana endi shu joyda videoni to'xtating. Faqat ortga qaytarmang. O'zingiz vijdonan nechta so'zni eslab qolganingizni biror bir qog'ozga yoki telefoningizga yozib qo'ying. Tajriba uchun muhim. Agar yozib bo'lgan bo'lsangiz, endi tekshiramiz. Kravat, yostiq, dam olish, charchoq, uyg'onish, tush, ko'rpa, tun, xurrak, mudrash, to'shak, ko'z yumish, jimjitlik, yotish, hordiq. Agarda bordiyu siz uyqu degan so'zni ham yozgan bo'lsangiz, tabriklayman. Tajriba muvaffaqiyatli o'tdi. Aslida maqsad ham shu edi. Insonning miyasi so'zlarni emas, ularning umumiy ma'nosini eslab qoladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida tilga olingan so'zlar uyqu atrofida edi, lekin uyqu so'zi o'zi yozilmagan. Ya'ni bu markaziy so'z, lekin ishlatilmadi. Miyamiz esa bu jumlalarni eshitganda ma'nosini o'zi tahlil qiladi va yetishmayotgan so'zni topadi. Bu uyqu va miyamiz o'zicha aqllilik qilib buni to'ldirib, bizga uyqu degan so'z ham bor edi degan yolg'on xotirani shakllantiradi. Bu tajriba turli so'zlar bilan turli insonlarda o'tkazilgan va ishtirokchilarning katta qismi markaziy so'zni ham tilga olishgan. Garchi u ro'yxatda aytilmagan bo'lsa ham. Agarda bordiyu siz ro'yxatga uyqu so'zini yozmagan bo'lsangiz, ya'ni tajriba siz bilan o'xshamagan bo'lsa, yolg'on ekan-ku degan xulosa qilishga shoshilmang. Chunki agar bunday bo'lganida Mandela effekti hamma bilan sodir bo'lgan bo'lardi. U kimdadir bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Lekin ikkovi ham normal holat. Xullas, Mandela effektida men yuqorida aytgan holat sodir bo'ladi. Ya'ni bizni miyamiz biz biror bir suratni ko'rganimizda, videoni ko'rganimizda yoki jumlani eshitganimizda uni umumiy ma'nosini tushunib, xotiramizga shunday saqlab qo'yadi. Va keyinchalik biz uni eslashga harakat qilganimizda, yuqorida aytganimdek, miyamiz o'zicha aqllilik qilib, yetishmayotgan qismini topib o'zicha uni qo'shib qo'yadi. Va keyin biz mavjud bo'lmagan xotirani eslaymizda, aslida bunaqa emasmidi degan savolni berib o'zimiz qiynab yuramiz. Bo'ldi. Mandela effektining javobi shu. Masalan, Kavkaz asirasi filmidagi o'sha jinnixona sahnasida ko'pchilik shurik oq xalatda bo'lganini eslashini aytdim. Chunki miyamiz jinnixona haqida gap ketganda yengi uzun, qo'llar bir-biriga o'sha bog'lanadigan oq xalatni tasavvur qiladi. Kinoni ko'rganimizda esa biz kiyimga ko'p ham e'tibor qaratmaymiz. Miyamiz sahnaning umumiy ma'nosini eslab qoladi. Ichib o'zini yo'qotdi, to'polon qildi, uni ushlab maxsus yenglari bog'lanadigan xalat kiydirib qo'yishdi. Odatda barcha kasalxona xalatlari oq deb bilganimiz uchun miyamiz yetishmayotgan detalni o'zi to'ldirib, shurikni oq xalat bilan xotiraga muhrlaydi. Kinoni qayta ko'rganimizda esa, "Voy, oqmasmidi?" deb qolamiz. Ha, miyamiz shunaqa, u o'zicha qaror qabul qilib, o'ziga noto'g'ri, notabiiy tuyulgan narsani to'g'rilab, kamchiligini to'ldirib xotiramizga saqlab qo'yadi. Masalan, miyamiz o'ziga savol beradi. Maymunlarning dumi bormi? Ha, demak, George ismli maymuncha multfilmidagi maymunning ham dumi bor deb xotiraga muhrlaydi. Ha, bu maymunchani ham dumi bo'lmagan ekan. Multfilmning hech qaysi sahnasida hech qayerda uni dumi ko'rinmagan. Tasavvur qilyapsizmi? Monopoliya o'yini qahramoniga keladigan bo'lsak, monopoliya deganda keksa magnat milliarder ko'z oldimizga keladi. O'zi har qanday obraz uchun miyamizda maxsus stereotip filtr bor. Bu psixologiyada sxema deb ataladi.
Masalan, miyamiz 20-asrga oid milliarder obrazini quyidagicha to'ldirib qo'ygan. Silindr, shlyapa, mo'ylov, kostyum shim, hassa yoki shunaqa ko'rinishdagi soyabon va monokl. Bunday tasavvur qilishimizga sabab o'sha davrga oid film va multfilmlarda bizga shunday ko'rsatishgani. Monopoly o'yini qahramonida esa yuqorida aytilgan detallarning deyarli barchasi bor. Silindr, shlyapa, mo'ylov, kostyum shim, hassa, faqatgina bitta detal, monokl yo'q. Miyamiz esa rasmning umumiy ma'nosini eslab qoladi, uni qayta xotirlaganimizda esa o'zicha aqliy miyamiz monokl yo'qligini kamchilik deb hisoblab, o'rnini to'ldirib qo'yadi. Qolaversa, monopol va monokl so'zi bir-biriga o'xshab ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Mandela effekti deb da'vo qilinadigan har bir soxta xotira bizning miyamizda mana shunday tarzda paydo bo'lgan. Lekin nimaga hamma bir xil xato eslaydi? Nimaga hammada bir xil? Chunki barchamizning miyamiz simmetriyani yaxshi ko'radi. O'zimiz bilmagan holatda mukammallik sari intilamiz va biz uchun noodatiy tuyulgan narsani ong ostida o'zimiz bilmasdan inkor qilamiz. Masalan, KitKat logotipidagi yozuvlar o'rtasidagi chiziq umuman bo'lmagan. Ha, u yo'q, lekin bo'lganda edi, bizga bu chiroyliroq ko'ringan bo'lardi. Ya'ni qanaqadir ideallik qidiramiz. Yoki Volkswagen logotipini o'rtasida chiziq bor. Bu esa qandaydir asabga tegadigan chiziqqa o'xshab ko'rinadi. Agarda u bo'lmaganda edi, bizga chiroyliroq ko'ringan bo'lardi. Shuning uchun ham Volkswagen logotipini biz mana bunday eslaymiz, ya'ni chiziqsiz, KitKatni esa chiziq bilan. Adolat. Keling, endi Yulduzlar jangi filmidagi iboraga izoh bersam. Yuqorida aytganimdek, Darth Vader yo'q, men seni otangman deydi. Ya'ni bu sahnada Luke ismi umuman tilga olinmagan. Bilasizmi? Bu sahna aslida syujetdagi keskin burilish edi. Tomoshabinlar taxminan 3 yil davomida Luke'ni otasini Darth Vader o'ldirgan deb ishonishgan va bu iboralar barcha tasavvurlarni buzib tashlagan edi. Shu sabab ham bu filmning eng mashhur sahnalaridan biriga aylangan. Muxlislar orasidagi katta muhokamaga sabab bo'lgan bu ibora merch sifatida futbolkalarga tushirilib sotila boshlangan va aynan shu jarayonda iboraga o'zgartirish kiritilib, Luke ismi qo'shib qo'yilgan. Nimaga deysizmi? Luke ismisiz futbolkani tasavvur qilib ko'ring. To'g'risi men bunaqa futbolka sotolmagan bo'lardim. O'zi men seni otangman deb kimga aytayapti? O'zi kim aytayapti bu iborani? Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, merch kontekstda tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun unga Luke ismini qo'shishgan. Ya'ni yo'q men seni otangman bo'lsa, ibora biroz tushunarsiz bo'lardi. Ya'ni bu qaysi kinodan jumla degan savollar tug'ilishi mumkin edi. Hozir bu ibora Yulduzlar jangidan ekanligi aniq, chunki u yerda Luke ismi bor. Va mana shu merch sabab filmni ko'rmagan odamlar ham, ha, demak filmda Luke men seni otangman degan ibora bor ekan deb ishonishgan. Va oradan qanchadir yillar vaqt o'tib, film haqidagi savollarga, ha, filmda shunday ibora bor edi deb javob berishgan. Ya'ni soxta xotira mana shunday paydo bo'lgan. Hattoki o'yinchoqlar tarix multfilmida ham bu sahnaga ishora qilinganida, "Bas, men seni otangman" deb ism bilan murojaat qilingan. You killed my father! No, Buzz. I am your father. Ha do'stlar, zamonaviy psixologiya sabab miyamizdagi xotiralar turli holatlarda saqlanishini, miyamiz ko'rganidek emas, voqeani qanday mazmunini tushungan bo'lsa, mana shunday xotiramizga muhrlashini, ya'ni shunday eslab qolishimizni tushundik. Va miyamizni bu xususiyati sabab ba'zi holatlarda bizda soxta xotiralar ham paydo bo'lar ekan. Ana endi qiziq savol. Biror bir insonni miyasida yolg'ondan, qasddan soxta xotira paydo qilish mumkinmi? Buning uchun bir tadqiqot o'tkazilgan. Unda ikkita guruh ishtirokchilariga mashinalar bir-biriga urilgan maxsus video qo'yib berilgan. Videolar mutlaqo bir xil edi, lekin ikki guruhga ikki xil savollar berilgan. Birinchi guruhga mashinalar taxminan qanday tezlikda turtilib ketdi. Ikkinchi guruhga esa mashinalar bunday qattiq to'qnashish uchun qanday tezlikda harakatlanishi kerak deya savol berilgan. Ya'ni tushunganingizdek, ikkinchi guruhga berilgan savol vahimaliroq edi. Javoblar esa hayratlanarli. Birinchi guruh mashinalarni o'rtacha 20-30 tezlikda deb baholashgan. Ikkinchi guruh esa ularni kamida 60-70 tezlikda harakatlanganini aytishgan. Tajriba shuni o'zi bilan to'xtab qolmagan. Birinchi guruhga bunday turtilib ketish natijasida mashina oynalari qay darajada zararlandi deb savol berishgan. Ikkinchi guruhga esa yana boshqacharoq savol. Mashinalarning hech bo'lmaganda biror oynasi sog' qoldimi? Javoblarni eshiting. Birinchi guruh ba'zi oynalar dars ketdi, ba'zilari esa butun qoldi deb javob berishgan. Ikkinchi guruh esa barcha oynalar parchalanib ketganini aytishgan. Eng qizig'i, videodagi mashinalarda umuman oyna bo'lmagan.
Ajablanarlisi esa ayrimlar hattoki oyna siniqi ovozlarini ham eshitishganini ta'kidlashgan. Bu tajribalar bizga inson miyasining yana bir xususiyatlarini ochib berdi va buning oqibatida hozirgi kunda sudlarda guvohlarning shunchaki ko'rsatmalari emas, detallari muhimroq bo'lib qoldi. Xo'sh, endi o'zingizga savol berib ko'ring. Siz xotirangizga qanchalik ishonasiz? Agarda Mandela effekti siz bilan atigi bir marta bo'lsa ham sodir bo'lgan bo'lsa, maslahatim, xotirangizga 100% ishonmang. Do'stlar, agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni, izohlarda o'z fikringizni yozishni unutmang. Bu biz uchun juda ham muhim. Agarda loyihamizni pul bilan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi karta raqamlariga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha, dunyoda Mandela effektiga o'xshash jumboqlar talaygina va ularning har biriga javob miyamizda. Omon bo'ling.